haftadan beri katta o'g'lim menga juma hadyasi qilib ishxonamga gul olib boradi. Bugun juma. U menga sovg'a qilishdan oldin men uni xursand qilishni xohladim. Qalaysiz Abdulloh? Yaxshi. O'tiring. Ayol kech qolaman hozir jumaga. O'tiring, gap bor. Kameraga olaman. Tashlab qo'yasiz. Qanday siz ko'rsatsam bo'ladi. Bilasiz Abdulloh, 2 haftadan beri menga gul berasiz juma kuni. O'sha uchun bugun men sizni xursand qilmoqchiman. Jumalik qilibmi? Ha. Mana yechi endi. Nega? Vay. Oching. Epimi, ha? Oching ko'ring. O'g'lim soatni juda yaxshi ko'radi. Rahmat aka. Oching, qanaqaligini ko'ring. Qarang. Ya дрожу. O'g'lim Voy, so'rajini. oyijon, rahmat. Rahmat oyijon, kattakon. Endi Siz bor. bilan jumadan keyin gaplashamiz, deymi? Tashab qo'ymayman kecham. Zo'r bo'lardi lekin. Ketdik, o'zim tashab qo'yaman. Bugun onang taqvoling juma hadyasi qilib. Rahmat kattakon.